Aynan 50 million sizniki bo'lishi mumkin. Bu videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Men Rishtondagi Registon o'quv markaziga kelganman. Bu joyda aynan mana shu oyning 25-sanasida 7, 8, 9 sinflar uchun Registon hamda Rishtond hokimligi o'rtasida hokimiyat kubogi bo'lib o'tadi. Yosh tilshunoslar uchun 25-yanvar kuni sizlarni kutib qolamiz. Buni yutib olish uchun nima qilish kerak? Mana bu Registon Instagram profili shapkasida Telegram kanallari bor. Telegram kanaliga kirib obuna bo'lib, qachon, qayerda, qaysi vaqtda bo'lishlariga to'liq ma'lumot bor. Kelib, o'zingizni bilimingizni sinab ko'ring va 50 million oilangizga daromad kiriting. Bu videoni ota-onalar ko'rayotgan bo'lsa ham, sizlarga ham maslahatim, bolalaringni shunga jalb qilinglar. IELTS granti ham bo'lar ekan O'zbekiston bo'yicha. Qolaversa, bu joyda IELTS dan 9 ball olgan malakali o'qituvchilar sizlarni farzandlaringni o'qitishi mumkin. Yana ham to'liqroq ma'lumot olish uchun mana bu nomerlarga aloqaga chiqsanglar, o'zlari podrobno tushuntirishadi. Bu joyning manzili Rishtond sentri avtovokzali ichida Registon o'quv markazi. Bu videoga bitta like bosib, o'qishga chanqoq do'stinglarga tashlab qo'yamiz. Qani ketdi!